keyin yana bitta bo'lgan mebelimizni o'rnatib bo'ldik. Klientimizga ko'rib baho beringlar. Bunimiz rossiyskiy laminatdan bo'ldi. Bunaqasiga 3 metr, bunaqasiga 2 metr bo'ldi. Bu chekkaga balandligi 260. Xo'p, bir chekkaga xolodilnik joylashtirdik. Xolodilnikka tumbalarini qo'yib berdik. Xo'p, bu yerga rakovinamizni joylashtirdik. Rakovina tagi musor paqirlari bor. Yebada sushilkalari bor. Xo'p, bu yer burchagimiz. Bu yerga gazimizni o'rnatdik. Mana gazni o'rni, uyda gaz vitishkasi yo'q ekan. O'rnini ochib tayyorlab qo'ydik. Bundan keyin mana рабочий stoldan tortmalarimiz bor. Vakuumlik. Mana yo'q toza narsadan bo'lgan. Xo'p. Bu yerga bu narsalar bor ekan, joylashtirib chiroyli qilib berildik. Tagiga kira mashinani qo'ydik. Suvni 4 cm rossiyskiy stolishnicda qo'yilgan. Eng tozasi, bemalol taxtaga chiqarib ishlatsa bo'laveradi. Balandligi 260. Buni 1 metri 2.700.000 so'mdan moyka, smesитель, sushilkasi, musor paqiri ichida bo'ladi. Vodiy bo'ylab dastavka uстановkalari bor.